Salom do'stlar. Virox tokenidan yana dronlarimizni yechib olamiz. Trade'ga o'tamiz do'stlar. Wizard'ga o'tamiz. Bu yerga 25 kiritamiz. 25 kiritamiz. Bu yerga adres qo'yishim kerak. Adres kopiya qilib keyin davom etamiz. Mana adresni qo'ydim. Endi Wizard tugmasini bosamiz. Mana pularimiz chiqib ketdi. Endi bot bo'yicha yana ma'lumot berdim. Bu bo'lim swap bo'limida yig'ilgan Virox tangalarimizni tronga almashtirishimiz mumkin yoki bo'lmasa deposit qilgan tronlarimizni Virox tangalarga almashtirib olishimiz mumkin. Pastda sariq swap bo'limi mavjud. Bunisi ham bor. Yana nima bu yerda mining bo'limi mavjud do'stlar. Mining qurilmalarimiz mavjud. Hozir yangi mining qurilmasi ochilgan do'stlar. 5 million Virox tankasiga olsak bo'ladi. Bir kunda 350 ming Virox token beradi do'stlar. Undan kichikrog'i bor. 2 million 200 ligi bor. 125 ming Virox tankasi keladi kuniga. Bularni ishlatish uchun bizga energiya kerak bo'ladi. Energiyalardan sotib olamiz. Eng yaxshisi mana bu 687 Virox shu minerda sotib olsak bo'ladi. Bu energiya ishlab beradi bizga. Bir kunda 2,5 ming energiya ishlab beradi. Shuni maslahat beraman do'stlar. Keyin yana yangi bo'lim ochilgan bizda. Bu yerda energiya kerak bo'lmaydi. O'zini miner qurilmasini ishlatib bo'ladi. Bu yerda ham o'rinlar mavjud do'stlar. O'rinlar beryapti. Mana bu yerda eng birinchi o'ringa 3000 beryapti. 5-chi o'ringa 2,5 mana pullarimiz yetib keldi. Endi pullarimizni ko'rishimiz mumkin do'stlar. Dronlarimiz yetib keldi. İçiga kiramiz. Mana 24,80 24,48 yetib keldi. Bot haqida yana nima deyishim mumkin. Bu yerda task bo'limi mavjud do'stlar. Qotib qoldi. Task bo'limida mana chaqirgan referenlarimizga 5 ta referal chaqirsanglar 500 beradi. 10 taga 1000, 20 taga 2000, 5000 taga 50 taga 5000 beradi. Davom ettiramiz. Keyin yana bu tab bo'limida kuniga bir kunda bir marta 100 Virox tankasini ishlatsak bo'ladi. Yana qaysi? Burada aviator ham mavjud. Aviator o'ynasak bo'ladi. Lekin maslahat bermayman o'yin o'ynashga. Shu mana men birinchi levelda edim. Deposit kiritib 4-chi levelda sotib oldim. Maslahatim kattaroq levelda sotib olsanglar o'zlaringga yaxshi do'stlar.
hozirda 7-levldagi insonlar 80 tonnab yeyishyapti kuniga. Bu haqida ma'lumotimiz shu edi do'stlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.